Assalomu alaykum. Avtosel Xorazm podpischiklari, qadrli yurtdoshlarimiz, bizani musofirdan, uzoq yaqindan kuzatib o'tirgan do'stlarimiz, og'aynilarimiz. Bugun sizlarga sotib tozalagan Cobalt avtomat korobka mashinamizni reklamasini qilib beramiz. Xudo xolasa zo'r narxda bo'ladi. Stansiyasi, probegi yilidan nisbatan zo'r narxda qo'yib beramiz. Sizdan so'rab qolgan narsamiz, video obzorimizni boshlashdan videomuza like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi sizlar uchun kam probegli sotuvda haydashga tayyor bo'lgan, sotuvda kamyob uchraydigan, xullas ideal holatdagi mashinalarni chiqarib beramiz. Videomuza like bosib qo'yinglar. Bu Cobaltimiz 2024 yili avtomat korobka bo'ladi. Oq rangda kraska rodnoy. Mashina sotuvi egalardan kelib turibdi. Zo'r narxda qo'yibdilar, stansiyasi yildan nisbatan. Nerede detaylı bo'ladigan bo'lsa ham meri shumka aytilgan mashinamizni kuzov ham texpasport ham 2024. Arka aynalar tonirovkada va style pozitsiyasi bo'ladi. Obshivka holatlari zo'r. Tena Eva korpulik tashalgan. Mashina 18900 km yurgan. Rul chexoli do'qilgan, chiroylisindan sidian chexolini go'ynaman. Kamida $100 chexol, kamida bar qo'yilgan. Maytafollar yangicha dizaynda. Bilasizlar 23 oxiridan kelib qolsam. Metan gazlar ham bor. Metan gazlar ham. Balonlar ham paket. Chexol polik ham mo'ji tayyor. Xullas, bu mashinadan keyin hech qanday rasxod etmaysizlar, mana qaranglar. Motorlarni kulish deyman, 4-pokoleniya metan gaz, dekol, zavodskoy akkumulyatorlarida ABS tormozlari bor va umuman kulish degan emas ichirini. Full shumka aytilgan, ya'ni sizlarni haydashlaringiz uchun tayyor. 2024 avtomat sotib egalardan kelib turibdi. Bahosini 135 million so'm etib qo'ydi egalari. Sizlarga 136 million so'm etib bersak bo'ladi. Naqd puldan bo'lsa, agar kredit atib olaman desangizlar, kredit variantini ham gaplashaveramiz bemalol. Kelarasida kreditga где-то bir 10 million, 15 million so'mlar bilan hamma xarajatini bitirib bersak bo'ladi. Oylik to'lovlari va boshqa ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol bog'laninglar. Videomizga like bosib qo'yinglar. Endi har kim o'zining fikrini bildirib o'tsa bo'ladi. Kommentariyada kimdir uchun qimmat, kimdir uchun zo'r sena. Lekin mashinada kelib joy ko'rsangizda, stansiyasini qilingan rasxodlarga nisbatan zo'r bahoda turibdi. Hozirgi kunda to'g'risi 120, 115, 100 million degan baholarni Cobalt topsizlar bo'ladi, lekin buning yildagi, buning stansiyadagi va buning rasxod etilganini topib bilmaysizlar. Mana. Qiziquvchilar bemalol kelasizlar. Agar barter varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, mashinalarga kelsa zo'r narxda hisoblab olib, barter varianti asosida ishlasak bo'ladi, do'stlar. Ozgina yetmasa bo'ladigan bo'lsa, uni durib beradigan variantlarimiz ham bor. Xullas, nechik turdagi mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, avtoselga kelaverasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Manzilimiz Urganch yo'li Sputnik svetoforning yonida joylashgan. Hammangizni kutib qolamiz.